UFC 1 yildan kamroq vaqt ichida barcha kavkazlik chempionlarni qanday qirib tashlaganini payqadingizmi? Dostonlik Magomed Ankalayev, gruziyalik Merab Dvalishvili, chechenistonlik Hamzat Chimayev va etnik gruzin Iliya Tapuriya. U hozir Ispaniya sharafini himoya qiladi. Ularning barchasi ketma-ket oltin kamarlaridan mahrum bo'lishdi. Tasodifmi? Tabiiy pasayishmi yoki liga rahbariyatining aniq rejasi? Bu yerda burilish nuqtasi. UFC'ning Paramount Media giganti bilan 7 yillik tarixiy shartnoma imzolagan lahzasidir. Yangi hamkorlik AQShdagi pullik translyatsiyalar tizimini yo'q qildi va barcha raqamli turnirlarni Paramount Plus'ning oddiy obunasiga o'tkazdi. Bir qarashda muxlislar g'alabasi. Qulay va tushunarli, ammo jangchilar uchun o'yin qoidalari butunlay o'zgardi. Televideniyadagi yangi xo'jayinlar qat'iy talab qo'yishdi. Ko'rishlar soni, e'tibor va telbavor dinamika kerak. Shunchaki sportdagi dominantlikni pullash endi o'tmaydi. UFC ham jangchilarga yashirincha, lekin juda aniq shama qildi. Parterda shunchaki yotib, zerikarli va pragmatik nazorat qilish davri tugadi. Tavakkal qilmaydigan, shou ko'rsatmaydigan va jangni hakamlar qarorigacha cho'zadiganlar endi rag'batlantirilmaydi. Aksincha, bunday chempionlar ochiqchasiga jazolanadi. Ularga noqulay raqiblar ro'baro qilinadi. Kartlarning tubiga surib tashlanadi va chempionlik poygasida shunchaki chetga suriladi. O'shandan beri haqiqiy yovuzlarni ovlash boshlandi va birinchi bo'lib asosiy quroli parterdagi chidambob nazorat bo'lgan kavkazlik jangchilar zarbaga uchrashdi. Endi esa biz ushbu tozalash xronologiyasini ko'rib chiqamiz va har bir mag'lubiyat sabablarini tahlil qilamiz. Hammadan birinchi Ankalayev baloga qoldi. Uning Dana White bilan munosabatlari doim tarang bo'lgan. Magomed yuqori darajali jangchi, lekin unda kuchli media yo'q va UFC'ning yangi davri uchun finishlari kamlik qiladi. Dana uni titul jangsiz shundoq ham uzoq kuttirdi. Lekin Ankalayev divizionning eng xavfli nokautchisi Alex Pereiradan kamarni tortib olgach, Liga Cezda revansh tashkillashtirdi. Braziliyalik ilk soniyalarda noqolg'a bosdi. Magomedni setkiga qisib, texnik nokaut bilan shafqatsizlarcha tugatdi. UFC'ning hisob-kitobi o'zini to'liq oqladi, chunki Pereirasiz yarim og'ir vazn reytinglarida pastga qulayotgan edi. Ankalayevning cho'qqiga chiqishi esa darhol tasodif deb qabul qilindi va buni tezda to'g'rilash kerak edi. Keyingi navbat Merab Dvalishviliga keldi. Cheksiz benzabakli mashina, chempion, quvnoq yigit, lekin uning ko'rpa uslubi Paramount uchun haqiqiy dahshat. To'g'ri, Merab oxirgi janglarda stoykada o'sa boshladi va navbatdagi chempionlik himoyasida hatto fundamental zarbador Corey Sandhagenni deyarli nokaut qilardi. Ammo Dvalishvili fonida asosiy da'vovor Pyotr Yaning mahorati ancha jozibaliroq ko'rinardi. Ularning revanshida rossiyalik kurashdan ajoyib himoyalandi. Merabni qo'llarida butkul yanchib tashladi va hakamlarning yakdil qarori bilan chempionlik kamarini qaytarib oldi. Aslida gruzin Pyotrni setkada ushlab tura olmasligini tushungan zahoti hammasi qulab tushdi. Reja B yo'q edi. Stoykada esa Dvalishvili yang kabi usta bilan raqobatlashadigan darajada o'smagandi. Barcha raundlarda mutlaq D-klass bo'ldi. Natijada esa Merab kamarsiz, Pyotr esa o'zining narsasini qaytarib oldi. Ha, aytgancha, hozir. Demak, UFC'ga kavkazliklar kerak emas-u, rossiyalik kerak ekanda demoqchi bo'layotgandirsiz. Va bu hozirgi siyosiy fonda. Qo'ysangizchi, ishonmaymiz. Aslida esa bu yerda juda tushunarli mantiq bor. Unga esa birozdan keyin qaytamiz. Shokspardan yiqitilgan navbatdagi jangchi Hamzat Chimayev bors uzoq vaqt qaynoq xarakteri, xarizmasi va duch kelgan odam bilan urushishga tayyorligi sabab liganing sevimlichiga edi. Biroq vazn tashlash va sog'liqdagi muammo Hamzatni yangi korporativ model uchun juda beqaror aktivga aylantirdi. Shuningdek, faollik muammolari. So'nggi yillarda u yiliga ko'pi bilan bitta-ikkita jang o'tkazyapti. Bu esa yetarli emas. Ammo UFC'da Sean Strickland bor. Mikrofon ortida bema'ni gaplarni gapiradigan, raqiblarni provokatsiya qiladigan, odamlarni kuldiradigan va shu bilan birga qiyin janglardan qochmaydigan o'zlarining amerikaligi. Aynan shu yigitni 328-turnirda Hamzatga qarshi qo'yishdi. Dastlab Stricklandda hech qanday imkoniyat yo'qdek tuyulgandi, ammo u parterdagi ilk shturmdan sovuqqonlik bilan omon qoldi. Chimayevni so'nggi raundlarning chuqur suvlariga tortdi va hakamlarning bo'lingan qarori bilan g'alabani yulib oldi. Dahshatli upset va Kavkazdan yana bir chempion kurashchi minus. Eng shuvshuli va yangi tanazzul esa shubhasiz Iliya Tapuriya. Mag'lubiyatsiz matador yarim yengil vaznda yengilmasdek tuyulgandi, ammo shunchaki media hype va Islom Makhachev bilan jang uchun yengil vaznga ko'tarildi. Ammo Oq uydagi yaqinda bo'lib o'tgan tarixiy UFC Freedom 250 turnirida Tapuriya faxriy Justin Gage bilan to'qnash keldi. Iliya keksagan raqibiga qarshi o'z boksiga to'liq ishongan holda jangni qabul qildi. Ammo kutilmaganda Amerikaning Qoq markazidagi jang Tapuriyaning o'zi uchun dahshatli kaltakka aylandi. Gage chempionga dahshatli shikast yetkazdi. 4-raund oxirida uning ikkala ko'z ko'sasi suyagini sindirdi va qovurg'asiga eng shafqatsiz zarbani berdi. Yuzidagi dahshatli gematoma sabab Iliya raqibini ko'rmay qoldi.
va uning burchagi jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. To'puriya sensatsion tarzda mag'lubiyatsiz seriyasi bilan birga titulini ham yo'qotdi. Gejining upseti esa Stricklandnikidan ham dahshatliroq bo'ldi. Garchi bu jang atrofida darhol ulkan janjal ko'tarilib, butun MMA hamjamiyati buni haftalab muhokama qilmoqda. Turnir Washingtonda yuqori martabali shaxslar va shaxsan Donald Trump qo'llovidagi vatanparvarlik ruhidagi Freedom 250 da o'tdi. Amerikaning mustaqillik yilligi, bayroq kuni va prezidentning tug'ilgan kuni hammasi bir oqshomda jam bo'ldi. Shuning uchun mish-mishlar tarqaldi. Nufuzli tadbirda Trump va Amerika xalqi uchun g'alabali shou yaratish maqsadida Gejining g'alabasi eng yuqori darajada sahnalashtirilgan. Ammo eng shubhalisi jang tafsilotlarida. Jurnalistlar va muxlislar Justin zarbalarining g'ayritabiiy og'irligiga e'tibor berishdi. Uning har bir jibi Iliyani tom ma'noda larzaga keltirdi. Oldin unga bunday bo'lmagandi. Shundan so'ng Gejining qo'lqopiga mushtlarini tosh qiluvchi buyumlar solingani haqida nazariyalar tarqaldi. Konspirologlar To'puriyaning yuzidagi dahshatli jarohatlar va ayanchli mag'lubiyatini aynan shu bilan tushuntirishmoqda. Albatta, rasman hech narsa isbotlanmagan. Atletik komissiya va UFC oqshomida jangchilar qo'lini bintlashni juda qat'iy nazorat qiladi. Ammo turnirning geosiyosiy kontekstiga va shu oqshom ligaga aynan amerikalik chempion kerak bo'lganiga qaralsa, qo'lqoplar haqidagi versiya unchalik bema'ni tuyulmaydi. Milliardlab dollar tikilgan katta biznesda har qanday narsa bo'lishi mumkin. To'puriya esa endi juda uzoq vaqtga o'yindan tashqari Gruziya yutqazdi. Bunday qirg'indan so'ng Kavkaz yakkakurash maktabining so'nggi qal'asi, pound for pound reytingi yetakchisi, yarim o'rta vazn chempioni Islom Makhachev bo'lib qoldi. Ammo Dog'istonlik uchun ham sekin ta'sir qiluvchi mina allaqachon tayyor. Promotion tasdiqladi. Makhachev navbatdagi chempionlik himoyasini Filadelfiyadagi UFC 330 turnirida irlandiyalik Ian Machado Guerra bilan o'tkazadi. Bu jangliga rahbariyati tomonidan qurilgan navbatdagi mukammal tuzoqdir. Antropometriya bo'yicha Guerra Islom uchun eng noqulay raqibdir. 1.91 yarim o'rta vazn uchun ulkan bo'y, qo'llarning yoyilishi 1.88 sm va masofadagi mukammal ish. Makhachevning o'tgan raqiblaridan farqli o'laroq irlandiyalik na urishishni, na olishishni rejalashtiryapti. Guerraning uslubi oktagon bo'ylab doimiy orqaga harakatlanish, ya'ni katak ichidagi velosiped. U raqiblardan qochishdan uyalmaydi. Ularni mudratadi va uzoqdan o'zining xavfli oblique kick zarbalarini yo'llaydi. Bu zarbalarning halokatli kuchini butun dunyo, ayniqsa 2024-yilda Iandan og'ir jang qabul qilgan Shavkat Rahmonov juda yaxshi biladi. Rahmonov ochkolar bilan yutgan, ammo Gerri u finish qila olmagan birinchi raqib bo'ldi. Eng dahshatlisi, irlandiyalik zarbalar bilan Shavkatning tizzasini butunlay yakson qilgan. Og'ir jarohat tufayli qozog'istonlik operatsiya qilindi va eng yaxshi yillarni boy berib uzoq vaqtdan beri yo'q. Ya'ni Gerri o'zining yoqimsiz, ammo samarali uslubi bilan eng istiqbolli karyeralardan birini tomondan sindirdi. Machadoni Makhachevga qarshi qo'yib, UFC bu safar Kavkazlik chempion ham yutqazishiga umid qilyapti. Chunki uning mag'lubiyatsiz seriyasi va doimiy ustunligi cho'zilib ketdi. Ligaga esa yangi qon kerak. Gerri bilan masofani yopish Makhachevga qiyin bo'ladi. Tizzasidan ayrilish xavfi hatto eng zo'r jangchini ham ehtiyotkor qiladi. Biz islomning mahoratini aslo shubha ostiga olmaymiz. Lekin u uchun oson sayr bo'lmasligi aniq. Osogi chempion ham endi xavfli zonada. Ammo bular Dana Whitening kavkazliklarga yoki Rossiyaga shaxsiy adovati borligini anglatadimi? Mutlaqo yo'q. Bu yerda milliy adovat yo'q. Petrian misoli buni isbotlaydi. Agar zarba uslubini sevsang va prosmotr uchun chiroyli urishsang, senda hammasi joyida bo'ladi. Bu shunchaki sovuqqon va sinik biznes. Shunchaki Paramount nazorati davrida ligaga wow shok lahzalar va xilma-xillik hayotiy zarur. Baribir UFC sayyoramizning har xil burchaklaridan chempionlar kerak bo'lgan global brend. Lotinlar, yevropaliklar, amerikaliklar, osiyoliklar, xullas hamma. Ammo asosiy kamarlar ustun, lekin doim ham tomoshabob bo'lmagan uslubga ega bitta region qo'lida qolsa, mahsulotga bo'lgan global qiziqish tusha boshlaydi. Shuning uchun biz ko'rayotgan bu tozalash shunchaki toza strategiya. Liga o'yinning yangi qoidalarini yaratyapti. Unda faqat oktagonda har soniya shou ko'rsatadiganlar qoladi. Islom Makhachev tizimni sindirib taxtini saqlab qoladimi yoki UFC rejasi oxirigacha yetadimi? Buni tez orada bilib olamiz. Do'stlar, kanalimizdagi boshqa super videolarga ham darrov o'ting. Ular sizning qarshingizda. Yoqimli tomosha.